هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kehf tefsiri 17. ayetini başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtenlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kehf suresi 17. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Gün çıqqan çağda ulanın garının oң tarafıga ötüp ketkenlikini, gün patqan çağda ulanın garının şimal tarafıga ötüp ketkenlikini görürsen. Yani garının işki şimal tarafta bolğanlıqdan günning nuri garının iki tarafıga düşüp durdu. Allah ulanı hörmetlegenlikten gün çıqqandımı, patqandımı, onun nuri ulanın üstüge düşmeydi. Ula bolsa garının o'ttirsidagi boşluqdadır. Bu Allah'ın kudretini köstüp berdigan alametlerdendir. Kimiki Allah hidayet kılıdiken o hakiki hidayet tapqıçıdır. Kimniki kılgan yaman ameli tüpeyliden Allah azdırdıken Allah'a yol kösetkiçi dostunu hergiz tapalmaysan. Önkürnün ornu. Bu ayette önkürnün işiginin şimal tarafta ikenlikiga delil pakit vardır. Çünkü Allah Teala mındaq dedi. Gün çıqqan çağda ulanın garının oң tarafıga ötüp ketkenlikini, gün patqan çağda ulanın garının şimal tarafıga ötüp ketkenlikini görsen. Yani gün çıkıp egizgi kötürülgen siri günning nuri yığılıp önkürnün oң tarafıga ötüp ketidi. Tuş bolganda önkürde günning hiç nuri qanmaydi. Gün patqanda önkür şarq tarafta gün patqanda önkür şarq tarafta bolup gün önkürnün içige onun işiginin şimal tarafından kirdi. Bundaq bolgan iken bu biz yuqorida önkürnün işigi şimal tarafta degan sözümüzning to'g'ri ekanligiga pakitdir. Bu gapning to'g'ri ekanligi Quyosh, ay, yulduzlar ve başka osmon jismlarining aylanish ishlarini biladigan ve bu to'g'rida bilimi bor kishilar uchun nihoyat oydindir. Ya'ni agar önkürning ishigi sharq tarafda bo'ladigan bo'lsa, uningga kun nuri kun o'ltirganda kirmaydi. Agar önkürnün ishigi janub tarafda bo'ladigan bo'lsa, uningga kun nuri kun chiqqanda va kun o'ltirganda kirmaydi va kunning soyasi o'ng va so'l tarafga egilmaydi. Agar önkürnün ishigi g'arb tarafda bo'ladigan bo'lsa, uningga kun nuri kun chiqqanda emas, balki kun egilganda kirib, kun kirib ketkichilar davomlashadi. Amaliyotda ahvol bundaq bo'lmagandan keyin bizning yuqorida degan gapimizning to'g'ri ekanligi isbotlanadi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo bizni tushunsin va o'ylansin deb faqat mushu ishlarni xabar berdi. Bu önkürnün o'rnining qaysi shaharda ekanligini xabar bermadi. Chunki bunun o'rnining qaysi shaharda ekanligini bilish bizga hech qanday diniy manfaat ilib kelmaydi. Navoda buni bilish dinda manfaati bor ish bo'ladigan bo'lsa,
Allah Taala ve onun peygamberi elbette bunu bizge bildiretti. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi: "Men sizlarni cennetga yaqinlashtiradigan ve do'zaxdan yiroqlashtiradigan kichikkina narsani qo'ymay, uni sizlarga cho'qim o'rgatdim." Allah Taala bizlarga o'ngkurning qandoq ekanligini bildirib, qayerda ekanligini bildirmay mundaq dedi: "Kun chiqqan chaqda ularning g'arning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'arning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ular bo'lsa g'arning o'ttirsidagi bo'shliqdadir." İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Ular o'ngkurning ichidagi kun nuri tushmaydigan bo'shliqdadir. Agar kun nuri ularga tushib qolsa, albatta kun nuri ularni va ularning kiyimlarini qizitib ko'ydirib etgan bo'ladi." Allah Taolaning ularni mushu o'ngkurga boshlab, ularni u yerda necha 100 yil terik saqlaganligi, ularning tanlarining sog'-salomat turishi uchun kun nuri va shamolning ularning qishlaridan o'tib turadigan qilganligi bo'lsa, Allah Taolaning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Shunga Allah Taala mundaq dedi: "Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimiki Allah hidayet qiladigan, u haqiqiy hidayet topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Allah ozdirdikan, uningga yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan." Ya'ni Allah Taala ashu yigitlarni qavmlari ichidan hidayetga boshladi. Chunki kimniki Allah Taala hidayetga ega qiladigan, u haqiqiy hidayet topquchidir. Kimniki Allah ozdirdigan, uni hidayetga boshlag'ichi bo'lmaydi. Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning isti g'arning bo'sug'isida 2 putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yüz o'rib cho'qim qochgan bo'lading. Yigitlarning o'ngkurda uyquda yotganligi. Ba'zi olimlar Allah Taala ularning quloqlariga uyquni sog'anda tezla chirib ketmasligi uchun ko'zlari yumilmadi. Ko'zlari yumilmay havo o'tishib tursa, ko'z chirib ketmay saqlanib qoladi dedi. Shunga Allah Taala mundaq dedi: "Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganlikdan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir." Bir asarda tulkining bir ko'zini yumib, bir ko'zini ichib uxlaydiganligi, ondan uxlab turib yumuqliq ko'zini ochadiganligi va ichiqliq ko'zini yumadiganligi bayon qilingan. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Agar ular o'ng va so'l tarafga o'rilib turmasa, zamin ularning yerga besib yotgan tarafini seslayotgan bo'ladi. Ularning isti g'arning bo'sug'isiga 2 putini so'zib yotadi. Ya'ni ularning istimu odatda istila yotadigandek g'arning bo'sug'isiga 2 putini so'zib yotadi. İbn Jarir ishit ularga o'ngkurning ishigini saqlab beradi dedi. İtning xuddi ularni saqlayotgandek g'arning bo'sug'isiga 2 putini so'zib yetishi itning tabiatidir. Itning turgan o'rni o'ngkurning ishigining teshida edi.
Chunki hadisda bayon qilingandek, farishtalar surat, junub kishi va kofir ba uyga kirmaydi. Ularning barakatimi itga yetdi. Itnimi ularni bosgan uyqu bosdi. Itmi shu holati bilan uxladi. Mana bu yaxshi kishilarga hamroh bo'lganlikning xosiyatidir. Chunki it to'g'risidami xabar va bayonlar bayon qilinib keldi. It u yigitlarning birining ov iti edi degan ko'z qarashim bor. Padişahning oshpazining iti bo'lib, oshpazmu yigitlarning diniga kirgan. Shuning bilan itmi uningga agishib mangan degan ko'z qarashim bor. Rostini Alloh taolo bilgichidir. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qochgan bo'larding. Ya'ni taki ularning o'nkirda turish muddati tugaganga qadar, ya'ni Alloh taolo ularga xohlagan uyqu oyoqlashganga qadar biror qo'lni ularni tutib sanmasin va biror kishi ularga yaqinlashmasin deb Allah Teala ulağı qaragan kishi qo'rqqudek darajada hayvat ato qildi. Bunda qilishda Alloh taolaning cho'ng hikmati va keng rahmati bor. Ularni uxlatganimizdek g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'orda qancha uzun turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik deydi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliginglarni Rabbinglar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni shaharga ilib berib, kimning tamaqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib ilib kelsin. U shaharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erisha olmaysizlar. Yigitlarning uyg'onganligi va tamoq setib olish uchun birini avatgandik. Ya'ni biz yigitlarni uxlatganimizdek ularni tanlari, tüklari va terilari saq salomat holda uyg'otdik. Yigitlar 309 yildan keyin uyg'onibmi o'zlarining aslidagi holatidan va shaklidan azroqmi o'zgarmagan edi. Şunu ular bir-biridan bu yerda qanchalik uxlaganliklarini so'rashdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ularni uxlatganimizdek g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'orda qanchalik uzun turdinglar dedi. Chunki ularning o'nkirga kirgan vaqti tushdan burun bo'lib, uyg'ongan vaqti tushdan keyin edi. Shuni ular mundaq dedi. Ular bir kun yoki bir kundan azroq turdik dedi. Deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliginglar Rabbinglar obdan biladi. Bunu surishtirishning foydasi yo'q. Ya'ni sizlarning ishinglarni Alloh taolo obdan biladi. Yigitlar jiq uxlaganlikdan qanchalik uxlaganligiga bir narsa deyishga bir oz ikkilanish paydo bo'ldi. Shuni ular qanchalik uxlaganliginglarni Rabbinglar obdan biladi dedi. Ondan ular shu chaqdagi eng muhim masalaga o'tdi. U ularning yeydigan va ichadigan narsaga bo'lgan ehtiyoji edi. Ular
özleri bilen billa öyleridan tengile ilib olgan bulup, tengilerden bir kısmını sadıq qilgan, az bir kısmını ilib qalgan idi. Ular birini şu tengini ilib berib, tamaq ilib kelishga, tamaqni olganda pakizini tanlab elishqa, chiqib kirganda va tamaq setib olganda bek ehtiyot qilishga buyurib mundaq dedi. Biz hozir och, biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni shaharga ilib berib, kimning tamaqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib ilib kelsin. U shaharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin, sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, ya'ni ular sizlarning o'rninglarni bilib qolsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Ya'ni yigitlar bu kishilardan Daqyanusning odamlarini demakchidir. Yigitlar ularning o'zlarining turgan yerini bilib qolishidan qo'rqatdi. Agar ular yigitlarning o'rnini bilib qolsa, yigitlarni o'zlarining diniga qaytarganga qadar yoki o'ltirib tugatganga qadar azoblaydi. Agar yigitlar ularning diniga qaytishga qo'shilsa, ular dunyo va oxiratdan nijot topolmaydi. Şunu ular mundaq dedi. Mundaqda hargizmu maqsadinglarga erisholmaysizlar. Ularni uxultib o'yg'atganimizdek kishilarga Allohning qayta terildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabar qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabz ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishigiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini ammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kotiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishigi oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Shahar kishilarining ularni topganligi va aslimi yüzüden önkörünün aldığı bir narsa salğanlıq. Ularni uxultib o'yg'atganimizdek kishilarga Allohning qayta terildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. Ko'plagan tafsirshunos olimlar şu zamanның adamlarida qayta terilish va qiyomatning qoyim bo'lish ishlariga shak qilish paydo bo'lgan edi deydi. Ekrima mundaq deydi. Bir guruh kishilar ruhlar qayta turg'izildi, ammo tanlar qayta terildirilmaydi deydi. Shuning bilan Alloh taolo tanlarni qayta terildirilganligiga dalil pakit va hujjat qilib önkürge kirib olganlarni bir necha 100 yildan keyin uyqusidan uyg'otib qayta turg'izdi. Olimlar mundaq deydi. Ularning ichidan biri yeyish uchun tamoq setib olmoqchi bo'lib, shaharga qarab yo'lga chiqqanda shaklini o'zgartdi. Toki Daqsus ismli shaharga kirgucha rasmiy cho'ng yo'lda mangmidi. U o'zini shaharni yaxshi taniyman deb o'ylaydi. Lekin kishilar avloddan avlod o'zgargan. Shahar va shahardagi kishilarning hammasi o'zgargan bo'lib, u shaharning burun taniydigan yerlaridan birini topolmag'ili turdi. Shaharning odamlaridan hech bir kishi uni tanimadi. U mu hech bir kishini tanimadi. U hayron qilib ichida
men ilishib qoldimmi yoki jin chaplashib oldimmi va yoki men tush ko'ryotamdiman dedi. Ondan "Manga bir ish bo'lgani yo'q. Men texi tunugin kech bu shaharda bo'lgan vaqtimda bu shahar bundaq emas edi. Mening bu yerdan tezroq chiqib ketganim yaxshidek qiladi" dedi. De tamoq sotadigan birisining qishig'i berib, yenidagi tangini uninga tanglab tamoq setib berishni so'radi. Tamoq sotadigan kishi tangini ko'rib, uni va uning qaysi vaqtda so'qilgan tang ekanligini bilolmadi. Ondan u tangini qishidagi kishiga berdi. Kishilar tangini qo'ldan qo'lga ilishib, "Bu kishi xazina tepib olibdi" deyishdi. Shuning bilan ular uning birer xazina tepib olmaganligidan gumonlanib, uning nima ish qiladiganligi, bu tangining uning qayerdan kelganligi va o'zining kimligi haqida so'radi. U "Men mushi shaharlik, men bu shaharni toki tunugin oqshomgacha bilatdim. Bu shaharda Daqyanus bor edi" dedi. Kishilar uni sarang bo'lib qilibdi deb shu yerga mas'ul kishining qishig'i ilib bordi. Mas'ul uningdan kimligini va ahvolini so'radi. U kishilarga barliq ishlarni so'zlab berdi. Mas'ul uningga va uning sarguzashtlariga hayron qoldi. U kishilarga o'zining barliq ahvolini bildirgandan keyin shu vaqtdagi shaharning podshohi va xalqlar uning bilan billa o'nkirga qarab mangdi. Ular o'nkirga yetib borganda u kishilarga "Sizlar turib turinglar, men sizlardan ilgari kirib hamrohlarimga xabar qilib olay" dedi-de kirib ketdi. Yana bir qism ba'zi rivoyatlarda kishilar uning qandoq ketib qolganligini bilolmay qolgan. Alloh taolo kishilarga yigitlarning xabarlarini bildirmagan deb bayon qilindi. Yana bir rivoyatda kishilar yigitlarning qishig'iga kirib ularni ko'rgan. Podshoh ularga salom qilgan va ularni o'zining bag'riga bosgan. Podshoh musulmon bo'lib, uning ismi Yendosis edi. Shuning bilan yigitlar podshohdan qattiq xursand bo'lgan va uning bilan so'zlashib o'tirgan. Ondan uning salom berib, xo'shlashgandan keyin o'zlarining o'rinlariga qaytib kelib o'ltirishgan va Alloh taolo ularning jonlarini olgan deb bayon qilindi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Ularni xultib o'yg'atganimizdek kishilarga Allohning qayta tirdirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabz ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida talash qilishdi. Ya'ni qiyomat kuni to'g'risida talash qilishadi. Kishilarning ichida qiyomatni bo'ladi deydiganlarmi, bo'lmaydi deydiganlarmi bor edi. Ondan Alloh taolo kishilarga o'nkiriga kirib olganlarning ahvolidan xabardor qilganligini, kishilar uchun qiyomatning bo'ladiganligiga dalil pokit qildi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning eshigiga bir tom etinglar dedi. Alloh Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Ya'ni ularning qishig'iga birarsining kirolmasligi uchun o'nkirning eshigini tom to'qib etib etinglar va ularni o'z holi bilan qo'yib qo'yinglar. Gap o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kattaboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning eshigi oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Bularni bu qilmishlari uchun maqtashga tegishlikmi yoki undoq emasmi, keskin bir narsa degil bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom Alloh taolo Yahudi va xristianlarga la'nat qilsin. Ular
payg'ambarlarining va yaxshi kishilarning qabrlarini masjid qilib oldi deb ularning qilmishlaridan ogohlantiradi. Mu'minlarning boshlig'i Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Iroqda Daniel alayhissalomning qabrisini topganda uni kishilarga bildirmay maxfiy tutishga, Daniel bilan birga tepilgan qissa va shuningdek boshqa narsalar yozilgan teri parchasini ko'mib yetishga buyurganligi rivoyat qilindi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure Kahf tafsiridan 21. oyatgacha angladinglar. Oxirini kelar qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.